Boshqa mashina kraskasi o'tib qolgan-a? Artsa bo'ldi. O'zidan umuman dog' qoldirmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Eski kraska umuman ziyon yetkazmaydi. Ko'ryapsizlarmi ketishini? Qaranglar, kraskani просто tezda tozalab tashlaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Ko'ringlar. Tozalab tashlaganmi? Qurumlar mana. Mana qilamiz. Hech narsani aralashtirmaysizlar, kelar. Bu tayyor bo'ladi. Narxi ham где-то 30 ming so'm atrofida bo'lsa kerak. Ko'pchilik narxini ham so'raydi. Mana bu yerda olgan pacha olib qolibdi. Bilasizlar, bular knopkada bo'ladi. Biz chiqarib turib mana. Chiqarib turib mana shu joyini yaqinroq ko'rsating. Mana pacha ko'ryapsizlar, plastmassa-ku bu. Sal kuch bersanglar. Mana. Bo'ldi mana. Bunaqangi joychalariga klassik qizdirib qo'yilsa bo'ldi. Xudo xolasa, ishimiz oson bitib ketaveradi. Xullas, mashinani urib, endi uyga qanaqa olib kirsam ekan degan tanishlar jo'natib qo'ydi. Mana shunaqa holat qoladigan bo'lsa, ishinglar 15 minutda hal bo'ladi. Oddiy mana shu top metal bilan. Boshqa mashina kraskasi o'tib qolgan-a? Artsa bo'ldi. O'zidan umuman dog' qoldirmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Eski kraska umuman ziyon yetkazmaydi. Ko'ryapsizlarmi ketishini? Qaranglar, kraskani просто tezda tozalab tashlaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Ko'ringlar. Tozalab tashlaganmi? Qurumlar mana. Mana qilamiz. Hech narsani aralashtirmaysizlar, kelar. Bu tayyor bo'ladi. Narxi ham где-то 30 ming so'm atrofida bo'lsa kerak. Ko'pchilik narxini ham so'raydi. Mana bu yerda olgan pacha olib qolibdi. Bilasizlar, bular knopkada bo'ladi. Biz chiqarib turib mana. Chiqarib turib mana shu joyini yaqinroq ko'rsating. Mana pacha ko'ryapsizlar, plastmassa-ku bu. Sal kuch bersanglar. Mana. Bo'ldi mana. Bunaqangi joychalariga klassik qizdirib qo'yilsa bo'ldi. Xudo xolasa, ishimiz oson bitib ketaveradi. Xullas, mashinani urib, endi uyga qanaqa olib kirsam ekan degan tanishlar jo'natib qo'ydi. Mana shunaqa holat qoladigan bo'lsa, ishinglar 15 minutda hal bo'ladi. Oddiy mana shu